Vatansizlikda nima bor? Abduri Abduvali Ayub. Vatansizlikda nima bor? Vatansizlikda qalamkashlarga pushmon bor. Yozg'uvchilar vatandagi chog'larda bir-birini o'rinsiz, maqsadsiz ayblashgan edi. Sen sopizmchi desa, sen g'arbchi deyishib, munbarlarda munozir qaynab ketadi. Haqiqatan so'pi shoirlarmi bor edi. Ular o'zining so'piliqini aqlash uchun Abbaq Xo'jini islomning bayroqdori, qarxonlarning kuyovlik qilib lapuratdi. So'piliqni Abbaq Xo'jida ko'rib, o'ch ko'rdiganlar, Xitoyni rad qilgandek rad qiladiganlarmi bor edi. Hozir qarsam, ikkili taraf qamoqda. So'pi yozg'uvchilar asabiy deb tutilsa, so'piga qarshilar bo'lgunchi deb so'loqliq. Vatansizlikda nima bor? Avangardlarga va ularga ergashgan avomga o'kinish bor. Hozir muhojiratdagi avangardlardan tashviqot qilganlar, vatandagi avangardlardan moslashganlar o'xshashlar azobda. Biri mahbuslikqa muddatli kesilsa, yana biri musofirlikqa muddatsiz kesilib ketdi. Vatandagi ziddiyatda taraf tutqanlarga, yo'l berganlarga, chavoq chelib tomosha ko'rganlarga, vatansizlikda bir haftalik tamoq uchun 1000 marta egilib pukilish bor. Vatanda dinga hujum qildi, payg'ambarimizga haqorat qildi deb tanqid qilgan obzorchi qandoq kun ko'rayotgan bo'lsa, shu sababdan qutrab dinni qo'g'daymiz degan bahona bilan qilingan hujumda tayoq yegan, tanqid qilingan yozg'uvchimi endi Xitoyning mo'misini yevatidi. Vatansizlikda nima bor? O'limalarga nadomat bor. Ularmi doim ikki qutb bo'ladi. Hozir qarshi qutbga chiqarilgan hukumatning yaloqchisi, shayton deyilgan Xotandagi Ablimit Damullam qamalgan shu turmida, shu kishiga shaytonlik shahodatnomasini sungan allamilarmi qopsilib yetivatidi. Sen bid'atchi, men sunnatchi. Sen sherikchi, men tavhidchi deb jidal qilib yurtqa patmagan taqvodor sarkillarimiz kamirlarga teptinich petib ketdi. Aminni teshidi deymizmi, ichidimi? Soqolni uzun qo'ymizmi, qisqimi? Yuzni yo'gaymizmi, ochiqmi? Hukumatga ishlash halolmi, harommi deb talashgan. Hatto bir-birini Xitoyga cheqishib, tishlashib, chanashgan kishilarning hammasi hozir kesilib ketdi. Vatansizlikda nima bor? Marhum ustozlarning ta'limidan yongan hikmat, izlaridan qolgan ibrat bor. No'rizni halol sanagan damullalarni o'ltirgan Xitoy, harom sanagan mahsum hojimlarni aman qo'ymadi. Qur'onning tarjimasiga tahrir bo'lgan Arslan Abdulla, Abduqodir Jaloliddinni biz dinda o'qimagan, sohimizga aralashmasin, Qur'onga tahrir bo'lishga salohiyati yo'q deb, ularning dindorligini inkor qilgan edik. Xitoy ularning dindor ekanligini, Uyg'ur ekanligini e'tirof qilib qamab qo'ydi.
Vatansizlikda nima bor? Talashqanlardan qolgan bir haqiqat bor. Ziyolilar shundaqmi deb nazm yozgan mollamni tutgan Xitoy, mollani masxarlagan shoirnimi ayab qo'ymadi. Biz ayridik bir daryodagi ikki qoshni, bir tildagi ikki yoshni, ikki dunyo, ikki pir bilib peshini tutdik, ikki sap bo'ldik. Ammo Xitoy biz ayırgan saplarni, qoshlarni birlashtirdi. Talashqanlardan bizga qolgani bir haqiqat. Sening uyg'urliqing shaksiz. Başdaq bo'lsangmi, bosh ko'zingni yo'g'ib olsangmi, sapoyi ko'tirib olsangmi, Qur'on yudib olsangmi, soqchi bo'lsangmi, davatchi bo'lsangmi, jaddal, yaloqchi bo'lsangmi, taqvodor, jihodchi bo'lsangmi, dahri millatchi bo'lsangmi, joyil ummatchi bo'lsangmi, Uyg'urdan tug'ilgan bo'lsang, shartsiz Xitoy bo'lolmasang, jinoyatchisan. Vatansizlikning bizga o'rgatadig'ini kimligimiz, kim emasligimiz, kim bo'lolmaydiganligimizdir. Vatansizlikning bizni eng azoblaydigan yerimi kimlik krizisi. Ya'ni biz vatansizlikda kimliksiz. Biz hech kim emas. Biz makonimizda 3 kichikning aksi bo'lsak, 5 navirning hammasi edik. Yoyoq yursakmi, yo'l o'zimizning. Tayoq yesakmi, chiviq beg'imizning edi. Yashay desak, yayliqimiz, yayray desak, teg'imiz bor edi. Mana endi ko'chalarni bir kun kassakmi, salom qiladigan, og'rib bir yil yotsaqmi, salomatligimizni so'raydigan odam yo'q. Buningdanmi ortiq mavhumlik bormi? Shunga biz to'rlarda har kimga o'zimizning kimliksiz jin, tilsiz shayton emasligini odamga xos ismlar bilan deb qo'yg'imiz. Sing'i chiqib, kimligimizni bildirib so'z qilg'imiz, o'kirgimiz keladi. O'zimizning mustaqil kimligimizni texi qo'limizga ololmay, haq bergan kimlikdan ruhimizni topolmay, Xitoy bergan kimlik bilan texi rahat bo'lolmag'achqa, boshqalarga qo'l shiltib turib, kimsan deb vaqirg'imiz keladi. Maqsadimiz qarshi tarafning kimligini bilish emas, o'zimizning kimligini e'tirof qilg'izish, bildirib qo'yish. Chunki hammamiz bir kimlik izlab yurgan kimliksiz mavhumlar. Vatansizlikda ibrat, hikmat, haqiqat bor. Agar bu ayrilish ixtiyorimiz, xohishimiz bo'lgan bo'lsa edi, borgan yerimizda kasbimiz oqsa edi. Kayfimiz va ko'nglimiz sal taskin topadi. Ammo ko'pinchimiz tayyorliksiz surgunlar, qo'g'landilar, qochqinlar bo'lganimiz uchun kimligimizni bilolmay, bekitalmay, boshqalarning kimligini e'tirof qilolmay, avori bo'lib yuriyapmiz. Shunga o'tmishdan ibrat, o'tganlardan hikmat, fojiadan haqiqat va billa mangadigan yo'l topolmayapmiz. Vatansizlikda ba'zilarning ko'rayotgan kunimizni tasodifilik, taqdir
va vaqtli hodislar sifatida ko'rayotganligini his qilaman. Ammo bu tasodifiylik emas. Bu uzunga so'zilgan plan va pishqan harakatning natijasi. Bu taqdir emas. Tadbirlarning tuturuqsiz, ko'na, chala, xom va yetarsiz bo'lganligi. Bu vaqtliq emas. Hamma odam uzunga chidab, himmat ko'rsatmasa, har vaqt harakatga o'tmasa, harmay izlanmasi bo'lmaydigan yo'l. Chunki duch kelganimiz bir millatning hamma a'zolarining beshiga kelgan hayot mamatliqdir. Mencha bu vatansizlikda mahrum qolgan sardorlarimizdan, avangardlardan oladigan ibrat bor. Zamonga, jahonga, holimizga baxmay qilgan amallarimiz sabablik chechilgan benzinlarda ko'ygan ota-onalarimiz, qarindoshlarimiz, bolalarimiz, barovatlarimiz bor. Xatoliklar haqida o'ylanadigan, mahrumlikdagi ilohiy emas, amaliy, insoniy sabablarni topadigan, o'rtaq xatoliklar, takror savalliklarni izlaydigan, tajribalarni yakunlaydigan, savoqlarni xulos qiladigan, tarixdan beri biz erishalmagan, ko'ngildagidek bir imkon bor deb bilaman. Men bu o'rtaq ayrilish, mislsiz tutqun va muddatsiz azobda bizni, xohishni, ideyani, dindorlikni bo'ylab qosh ayrishdan tadbirni cho'ridab jug'lanishga boshlaydigan, kishini asos qilgan guruhlashishdan ishini asos qilgan ittifoqlashishga undaydigan bir zaruriyat bor deb qarayman. Men bu vatansizlikda uzoqdan talpingan nishonimiz va bosadigan yo'llar haqida birlikda planlarni tuzib, organlarni qurib, o'mlikda harakat qiladigan bir fursat bor deb his qilaman. Tugadi. 2019 yil 9 aprel